Tarjima testlarini ko'rishni davom ettiramiz. Bundan oldingi videoda biz turk tilidagi testlarni ko'rgandik, 3-4 xilini. Bugun esa ingliz adabiyotlarida uchraydigan inglizcha testlarni tarjima qilib ishlab ko'ramiz. Birinchi savol. Identical pieces of potato are placed in sucrose solutions of different concentrations. Ya'ni sukroz bu saxaroza hisoblanadi. Saxarozaning turli konsentratsiyadagi eritmasiga potato, ya'ni kartoshkaning bo'laklari solindi. After 3 hours, the mass of each potato piece is measured. 3 soatdan keyin mana shu kartoshka o'lchandi, ya'ni massasi o'lchandi, taroziga tortildi. Which graph shows the results of this experiment? Quyidagi grafiklar berilyapti A, B, C, D variantlarda. Ushbu tajribaning natijasini qaysi grafik beradi, ya'ni to'g'ri ifodalangan. Grafikka qaraydigan bo'lsak, ikkita o'q berilyapti. Vertikal o'qda mass of potato after 3 hours. 3 soatdan keyingi kartoshkaning massasi vertikal tik o'qda, gorizontal yotiq o'qda esa sucrose concentration, ya'ni saxarozaning konsentratsiyasi. Har birida shunday berilgan. A variantni tahlil qiladigan bo'lsak, demak, gorizontal o'qda saxarozaning konsentratsiyasi ortib borish tartibida vertikal o'qdagi kartoshkaning massasi dastlab ortib, keyin esa kamayish kuzatilyapti. Kartoshkani shakarli eritmaga solgan vaqtimizda, agar shakarli eritmada konsentratsiya yuqori bo'lsa, kartoshkadagi suv bunga o'tadi. Ya'ni tenglashish uchun u yerdagi muhit. Lekin A variantda dastlab ko'tarilib, so'ngra pasayish kuzatilyapti. Bunday bo'lishi mumkin emas, chunki konsentratsiya ortgan sari massa, ya'ni suvning kirib chiqishi yo ortish kerak yoki kamayish kerak. Bir xil izchillikda. Demak, A va B variant. B variant ko'radigan bo'lsak, bunda dastlab kamayib, so'ngra ortish kuzatilyapti. Har ikkisi ham muqobil variant emas, ya'ni mantiqning o'ziga to'g'ri kelmaydi. C variantni tahlil qilamiz. Bunda konsentratsiya ortgan sari gorizontal o'qda saxarozaning konsentratsiyasi, kartoshkaning massasi asta-sekin kamayish kuzatilyapti. Ya'ni saxarozaning konsentratsiyasi o'sha eritmada ortgan sari kartoshkaning tarkibidagi suv qancha konsentratsiya ortsa, shuncha ko'p chiqadi. Bu degani suvni yo'qotib borgan sari kartoshkaning massasi kamayib boradi. Yuqoridagi tajribaga C javob to'g'ri keldi. D ni ko'radigan bo'lsak, konsentratsiya ortgan sari massa ortib boradi. Yo'q, konsentratsiya kamayib borgandagina massa ortishi kuzatiladi, chunki ichkariga suv kirish hisobiga bo'ladi. To'g'ri javob C variant ekan bunda. Navbatdagi savol. Which substances are transported in xylem and in phloem? Ya'ni qaysi moddalar phloema va xylemada harakat qilinadi, ya'ni tashiladi. Jadval ko'rinishda berilyapti. Xylema birinchi, so'ngra esa phloema keltirilgan. Va pastda har bir variantda moddalar. A javobni ko'radigan bo'lsak, amino acids and mineral ions. Ya'ni xylemada aminokislota va mineral ionlar harakatlanishini beryapti. Nazariyani esga oladigan bo'lsak, xylemada ko'proq suv va unda erigan mineral tuslar harakatlanadi. Phloemada esa ko'proq organik moddalar suv harakat qiladi. A variantda aminokislota, amino asid bu aminokislota hisoblanadi. Aminokislota va mineral tuzlar. Mineral tuz harakatlanishi 100% to'g'ri, lekin aminokislota juda oz miqdorda harakatlanishi mumkin. Ya'ni asosiy transport moddasi aminokislota emas. Phloemadagi moddalar esa aminokislota va suv berilyapti, ya'ni water. Aminokislota harakatlanishi mumkin phloemada, albatta. Endi bizga 100% javob kerak. B variantni ko'radigan bo'lsak, mineral ions and sucrose berilyapti. Sucrose bu saxaroza,
Xlemada saxaroza harakatlanmaydi, balki floemada harakatlanadi, bargda hosil bo'lib. Bu kirmaydi, bu javob xato. C variantini ko'radigan bo'lsak, mineral ions and water. Mineral tuzlar va suv deyapti. Xlemada bilamiz, mineral tuz va suv harakat qiladi. 100%, ya'ni asosiy moddasi shu. Floemadagi moddalar esa sucrose and water, ya'ni saxaroza va suv harakat qiladi. To'g'ri, organik modda va suv harakat qiladi. D variantini tahlil qiladigan bo'lsak, starch and water, ya'ni starch bu kraxmal. Kraxmal va suv. Kraxmal harakat qilmaydi xlemada. Bu javob ham o'zidan o'zi chiqib ketadi. Bu yerda hozir 100% bo'layotgan javob C variant bo'lyapti. Navbatdagi osonroq savol. Human blood is an example of, ya'ni inson qoni nimaga misol bo'ladi? A javob organel, ya'ni organella, organoidga misol bo'ladi demoqchi. Unday emas inson qoni. B tissues, ya'ni to'qima. Inson qoni hujayralardan tashkil topgan, albatta to'qima hisoblanadi. Ya'ni B javobga to'g'ri kelyapti hozir. C'ni ko'radigan bo'lsak, organic compound and inorganic compounds. Demak, qon organik ham emas, anorganik ham emas, organella ham emas. Qon bu hujayralardan tashkil topgan to'qima hisoblanadi. Javobimiz B ekan. Navbatdagi savolimiz, bu biroz murakkabroq ko'rinadi, lekin o'qib tarjima qilib ko'ramiz. A plant has leaves that are partly green and partly white. Ya'ni o'simlik bor, oq va yashil qismga ega bo'lgan, bargli. The plant is discharged and a leaf is partly covered by black paper. O'simlik, ya'ni qandayki discharged, kraxmalsizlantirilgan, ya'ni bilamiz, bizning kitoblarda berilgan, ya'ni rangsizlantirilish spirt yordamida bo'ladi. And the leaf partly covered by black paper, qora qog'oz bilan o'sha o'ralgan qismga ega bo'lgan. Mana shu pastdagi diagrammada shu narsani tushuntirmoqchi. The plant is placed in bright light for several hours. Bu o'simlik bir necha soat davomida yorug'likka qo'yildi. For these discs are then cut from the leaf in the positions shown and are tested for starch. Ya'ni 4 ta berilayotgan mana bu 1 2 3 4 raqam bilan belgilangan qismlardan o'sha qismlar bargning turli qismlaridan kesib olindi va kraxmal uchun tekshirildi. Kraxmal bor yoki yo'qligi tekshirildi. Black paper, ya'ni qora qog'oz, bu mana bu to'rtburchak qism. Green area and white area. Green area demak bargning sentri turibdi, yashil qism, u yerda xlorofil hali ham bor. White area esa bu rangsizlantirilgan, ya'ni kraxmalsizlantirilgan spirt yordamida. Shart o'qiydigan bo'lsak, which discs contain starch. Ya'ni qaysi tuzilma mana shu yerda berilgan qism 1 2 3 4 qaysi biri o'zida kraxmal saqlaydi, kraxmali bor. Birinchi qismni ko'radigan bo'lsak, bu white areaga, ya'ni oq qismga to'g'ri kelyapti, rangsizlantirilgan qism. U yerda xlorofil yo'q, demak kraxmal ham bo'lmaydi. Ikkinchi qismni ko'radigan bo'lsak, 2 green area, demak u yerda yashil qism, xlorofil molekulalari bor. Tabiiy u yerda fotosintez natijasida kraxmal hosil bo'lgan. Uchinchi, 4-chi qism esa qora qog'oz bilan yopilgan. O'sha rangsizlangan qism ham, rangli qism ham yopilgan. Rangli qismda ham xlorofil bo'lgani bilan yorug'lik u yerga tushmaganligi uchun kraxmal hosil bo'lmaydi. Javob o'zidan o'zi 2 qoldi. 2 degan javob C da turibdi. Ya'ni 2 only. Keyingi savol. Functional unit of DNA is. Functional unit bu o'sha funksional birlik. DNKning funksional birligi nima demoqchi? A javob nucleus, ya'ni yadro degani. B genus, ya'ni genlar. C chromosomes, ya'ni xromosomalar. D nucleolus, ya'ni yadrochalar, ya'ni yadrocha. Yadro ham yadrocha ham emas.
xromosoma ham javob bo'la olmaydi, chunki DNKni o'zi xromosomada joylashgan. Javob o'zidan o'zi B variant qolyapti, ya'ni genus, ya'ni genlar. DNK albatta o'sha oqsil sintezga javobgar bo'lgan qaysidir qismlari gen hisoblanadi. Navbatdagi savol rasmli ekan. A plant is grown in bright sunshine. Ya'ni yorug'likda o'sib turgan o'simlik. After a few hours, a leaf is stained with iodine solution. Bir necha soatdan keyin barg yod eritmasiga solindi. Yod eritmasi bilan bo'yaldi. The diagram shows what is seen when the leaf is placed under a microscope. Mikroskop ostida barg, o'sha mikroskop ostida turgan bargni pastdagi diagramma ko'rsatyapti. Ya'ni shu rasm mikroskop ostida bargning o'sha kesilgan holati, ko'rinishi. Which structure will be stained blue-black? Qaysi struktura, ya'ni tuzilma blue-black rangga bo'yaladi. Blue-black bu to'q, ko'kimtir degan ma'noni beradi. Mana shu rangda bo'ladi. Endi o'simlik bargi bo'lgan, u yod eritmasiga solingan, natijada o'sha ko'kimtir rangni paydo qilgan. Yod ko'kimtir rangni biz bilamiz kraxmal bo'lgandagina kiradi. Endi shu bargning demak qaysi qismi kraxmaldan tashkil topganligini topishimiz kerak. O'zi shu yerni o'ziga variantlarni berib qo'yyapti, A, B, C, D qilib. Va har biriga bittadan misol qilib struktura, tuzilma bergan. A variantni ko'radigan bo'lsak, soni bitta berilyapti. Bizga hozir bu yerda o'simlik hujayrasi uchun ma'lum bo'lganlari B bilan D bo'lyapti. Chunki B hujayra qobig'i beryapti. Hujayra qobig'ida kraxmal bo'lmaydi. Kraxmal bilamiz, bargda o'sha xlorofil molekulasida sintezlanadi, fotosintez orqali. Ya'ni dastlab glyukoza sintezlanib, keyin o'sha yerni o'zida kraxmalga aylanib, o'sha yerda to'planadi. D variant vakuola berilyapti. Vakuola ham o'zida kraxmal to'plamaydi. C va A qolyapti. Farqi A da bitta tuzilma, C da esa keltirilgan tuzilma bir nechta ekan. Bitta tuzilma bu yadroga to'g'ri keladi endi. Yadroda ham kraxmal bo'lmaydi, to'planmaydi. O'z-o'zidan javob C variant qolyapti. Ya'ni C xloroplastlar, ya'ni xlorofil molekulalariga to'g'ri kelyapti. Javob C ekan. Keyingi savol. Water has maximum density at. Ya'ni suv qanchada maksimal zichdlikka ega bo'ladi? O'zi bizni fanlarimizda ham, kitoblarimizda ham ma'lum, suvning maksimal zichdlikka erishishligi bu 4 gradusda bo'ladi. Endi variantlarga 0 gradus, 4 gradus, 4 kelvinda berilyapti, 4.8 Celsiyda berilyapti. Javob endi o'zidan o'zi B, ya'ni 4 gradus bo'ladi. Navbatdagi oson savolimiz. Robert Hooke discovered. Robert Hooke kashf qilgan nimani? A. Nukleus, yadroni. B. Mitokondriya, mitoxondriyani. C. Sel, hujayra. D. DNA, DNK. Robert Hooke 1665-yilda o'sha po'kak to'qimani kesib, uni mikroskopda ko'rib, hujayrani, ya'ni katakchalarni ko'rgan bo'lib, uni hujayra deb atab, hujayrani kashf qilgan. Hujayra so'zi bu ingliz tilida cell bo'ladi. Javob shu.